Mana rukola ko'katlarimiz. Rukola. Rossiya, Amerika, chet mamlakatlarga eksport qilinadi. Urug'i bor, urug'i juda mayda. Mana rukola. Rukola o'simligi. Ya'ni ko'kati. Issiqxonaga ekilgan. Yarini bo'lib, uje sotiladigan bo'lib qo'ygan. Urug'ini o'zimiz ekib, gullaydi, keyin gullagandan keyin o'zi urug' chiqaradi, keyin shundan olib qilamiz. Urug'dan qilamiz. Urug'ining kilosi har xil bo'ladi. 500 ming, 400 ming, 1 milliongacha bo'ladi. Narxiga qarab, sifatiga qarab bo'ladi. Mana rukola ekilgan. Issiqxonada ekilgan, suv beryapti. Quduq suv beryapti, nasozdan suv beryapti. Bu sal kechroq ekilgan, shuning uchun kaltaroq. Hali sal bir 15 kun bor tayyor bo'lishiga. Orqaroq kelgan, birinchi ekilgan, keyin suv bergan. Mana bular katta mana. Bir xil razmerda. Bitta perlyot, mana bitta bitta perlyot deyiladi. Bir peryodda 4 ta agat qilib ekilgan. Bitta olsa agati 1 metr 30 santimetr. Bitta peryod mana ekilgan, suv beryapti. Ela asli mana quduq. Rukola o'simligi. Buni o'zimizda ham qilinadi. Toshkent o'ziga xos hidi bor rukolaning, o'ziga xos. Ham foydali. Bizda ko'proq Toshkentda rukola degan ana bor. Restoranda shunaqa sararlarda qilinadi. Mesela o'zimizda terma suvlarda kam iste'mol qiladigan narsa. Mana rukola. Urug'ini ham keyingi safarda ko'rsatamiz. Urug' mana. 1 gektarga 30 stuk joyga, ya'ni 50 stuk joyga 5 kilo 6 kilo ketadi. Urug'. Normali narxi bo'ladi. Narxi o'zga oldingi keyingi yillar biz ekolmagan edik, boshqa pomidor ekkan edik issiqxonamizga. Shu paytda 300 mingga ko'tarilgan. Eksport qilamiz. Rukola. Buni karobkaga solinadi. Karobkaga solingandan keyin karobkaga solinadi, 4 qator ustuna qo'yiladi. Keyin bakelashgan ichiga suv solinadi, yaxlatiladi. Muz qo'yib, karobkaga keyin 3 qator muz qo'yiladi. Keyin rukola qilinadi, qo'yiladi, karobka bilan yopib eksport
issiqlarga, furralarga o'tib jo'natadi. Biz ko'proq odamlarga beramiz. Ular obga olib chet mamlakatlarga beradi. Toshkentga olib borib beradi. Bu aslanimiz Surxondaryo bo'ladi. Surxondaryoda. Surxondaryo rayonda. Surxondaryo rayon. Rayon semitaforda. Rayon semitaforning yonida bitta teplitsa bor. Shu yerda ekilgan. U shunday gullaydi, tegmasangiz gullaydi. Gullayganda uzun tayoqchasining ichida urug' bo'ladi. Mayda juda urug'i juda kichkina. Biz ko'proq Surxondaryoda odamlar oladi. Bizdan olib boshqa Toshkentga boradi yoki Termiz anosi bor. Termizda Surxondaryo Termizdan bor. Masalan, Leto bor, Leto. Ko'katli bu o'simliklar oladi. Shu yerga borib topshiradi yoki Toshkentga boradi. Toshkentdan odamlar eksport qiladi. Toshkentdan Rossiya, Amerika, Xitoy, Dubay shunaqa anlarga qilinadi. Ular ko'proq salatga solinadi, ovqatga ham solinadi. Ko'proq O'zbekistonda qilinadi. Lekin O'zbekistonda salatga ishlatiladi. Ovqatga ham ishlatiladi, lekin kamroq, kam. Iste'mol qilinadi mana. Mana. Qilinadi. Biz ko'proq yana teplitsalarimiz bor. 3-4 ta teplitsamiz bor. Bu birinchisi. Qayerdan birinchi, ikkita, uchta bor. Biz dadam o'zimiz anaga xos rukola, pomidor, bodring, bolgarskiy, yanadir beda ekamiz, narsa qilamiz, makka ekamiz, shunaqa hamlarga qilamiz. Biz Letoga topshiramiz. Kesamiz, olib borib sotamiz. Qarobkaga mo'ljallaymiz. O'zi Leto, ular o'z ishchilari bor, ishchilar o'zi upakovka qiladi, Toshkentga jo'natadi. Toshkentga jo'natib, ular yana ochib ichini yaxshilab, tozalab, yana tinch mamlakatga jo'natadi. Mana. Sizlar ishlaringga omad. O'zcha bugun mana shuni o'tkazib chiqardik. Hamma ishlarga omad. Dehqonlarga ham barakasini bersin.